Men bugun tushundim shuni, hayotda ko'p bo'lar ekan tashvishu g'am. Faqat men deb o'tadi kuni, borini menga bergan birgina onam. Mening mehribonim o'zi, yuragimda bor doim mehrining izi. Ona hammadan shirin so'zi, bolaligimni eslatadi ko'zi. Mening bahorim, gulu rayhonim onam, dunyoda borim jannat iforim onam. Ey mehribonim, mening badorim onam. Otam davlatim, onam jannatim. Davrada katta gavhar kim bu o'zi, kim bu o'zi? Xonzodalar chetga o'tsin. Oilada bunday maqom bitta o'zi, bitta o'zi. Malikalar ham jim tursin. O'rnini hech kim bosolmas, uni hech alishib bo'lmas. O'rnini hech kim bosolmas, uni hech alishib bo'lmas. Qirolicha, bu mani onam bo'lar. Qirolicha, bu mani onam bo'lar. Mana faqat u bilan mani borimcha ko'rar. Qirolicha, 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 bu mani onam bo'lar. Qirolicha, bu mani onam bo'lar. Mana faqat u bilan mani borimcha ko'rar. Qirolicha, qirolicha. Assalomu alaykum onajon. Bugun adashmasam Shukrona kuningizmi? Bu sovg'alarni, bu surprizlarni kutganmidingiz yo'qmi ona? Rizo bo'lsin. Bunaqa yoshlarning ko'pini ko'ring ona, hojanona bo'lish nasib qilsin. Shu farzandlaringizni, oldingizdagi o'g'il qizlaringiz, shu musofirda yurgan, ishga yurgan opa akalarimdan, qolaversa keliningizdan shu sovg'alarni uyushtirdik. Onamning ko'nglini ko'tarish uchun nima qilsak ham oz. Shu sovg'alar bilan, shu surprizlar bilan, katta ayiqlar bilan borib, onamni tabriklab, bizni yaxshi ko'rishimizni onamizga qayta-qayta aytib qo'ying, iltimos deganida. Sog' bo'ling onajon. Kabani haqiqiysini ko'rish nasib qilsin deb Kaba ko'rishdagi sovg'amiz onajon. Qur'on kitoblari, sovg'alar hamma yo'q ichida. Jay namozlari bilan onajon, Xudo xolasa siz uchun berib yubordi, qabul qilib olasa ona. Otamizga rahmat. Bunisi shirinliklar, kennayizdan, qaynisining bor. Rosa shirinlikni yaxshi ko'radi. Shuni biz nomimizdan berib qo'ying deb, opajon shuni qabul qilib olasiz, bu sovg'amiz sizga. Rahmat. Mehmonlarga tortlar zakaz qildi. Shu mehmonlar bilan baham ko'rib qo'ysin deb. Ana. Kim bu o'zi, kim bu o'zi? Xonzodalar chetga o'tsin. Oilada bunday maqom bitta o'zi, bitta o'zi. Malikalar ham jim tursin. O'rnini hech kim bosolmas, uni hech alishib bo'lmas. O'rnini hech kim bosolmas, uni hech alishib bo'lmas. Qirolicha, bu mani onam bo'lar. Qirolicha. Xursandmisiz onajon? Sog' bo'ling, umringiz bo'lsin. O'g'il qizlaringizga duo qilib bering. Qattiq qilib duo qilib berasizlar. Allohim shu
Shu farzandlarimga umri uzoq bo'lsin, baxtini bersin, o'zlaridan ko'payishib ketsin. Xudoyim baxtini bersin. Hammasini. Tug'ilgan kuningiz bilan oyijon. Ko'p yashang. Dunyo turguncha turing. Bizni tarbiya berib, bizni katta qildingiz. Inshaalloh bundan ham ko'piga olibsiz. Inshaalloh. Tug'ilgan kuningiz. Sağ ol bo'linglar. Onajon, buraya endi chiroyli qo'shiq o'ynayverasan. Onam Farishtadek yoyib qirq quloch davralarda o'ynasin onam. Bolam deb ular fidoyi orzulari pok tursamoy. Bolam deb ular fidoyi orzulari pok tursamoy. Güzel nurami davralarda oynasın.
Tabriklab qo'ying endi, qo'shing. Meni uzoq umr ko'ring, bolasi baxtini ko'ring, nevara chevarali bo'ling. Nima chaqirmadi? Mana olib qo'yay kerak. O'zim tabriklamasam bo'lmaydi deyapti. Keling ana, yaqinroq kelib. Hadasan. Voy bolam, kelmadimi? Sürprizim yoqdimi deyapti onajon? Yoqdimi sürprizim? Yo'q-ku. Kim? Bolam qani? Qani bolasi bu bolachi? Bakamiz. Kelmadi-yu. Voy kelmadinglar u. Assalomu alaykum. Keliniz. Bo'lsa tinch bo'lgan. Umring uzoq bo'lsin bolam. Daskoringga baraka bersin. Amin. Umring uzoq bo'lsin. To'kkaning to'ylarga buyursin bolam baxtli bo'lgan. Nima endi? Opa sizdan tabriklab qo'ying endi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. O'zingiz tuzdingmisiz? Alo. Nima kelmadinglar? Tabriklayman. Rahmat, rahmat. Siz baxtimizga sabab bo'ling, bunaqa yoshdan ko'pini ko'ring. Bo'pti, rahmat. Oydan nima yig'laysiz? Kelmabsizlar? Sizga Bu yaxshi, rahmat. yig'lamaysiz. Keldi debdi. Sog' bo'ling onajon. Mayli, baxtingiz. Musofir bo'ldim-u, ko'zim ochildi. Bu yerlarga kelib aqlim quyildi. Sizni bilib bilmay ranjitgan bo'lsam, kechiring onajon mendek o'g'ilni. Mehribonim har kun sizni o'ylayman. Rasmingizga qarab sira to'ymayman. Sizni endi hech qachon xafa qilmayman. Kechiring onajon mendek o'g'ilni. Ertaga oyligim chiqib qolarkan, ro'zg'ordan 3-4 so'm ortib qolarkan, ortib qolgan pulga zo'r ko'ylak oling, o'ylanmay ishlating umr o'tarkan.